Assalomu alaykum va rahmatulloh. Opa-singillar, yaxshimisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Ramazon oylari bilan. Go'zallarim, sizlarga zo'r yangilikni aytaman. Peterda salon ochib biznes qilayotgan biznesmen qizlarimizga yangilik. O'zimizning Gulnur opamiz, juda ko'pchilik insonlarimiz, assalomu alaykum opajon. Juda ko'p qizlarimiz taniydi. Gulnur opamiz anchadan beri Peterda o'zining salonlarini ochgan, уже 5-6 ta. Shu salonni xullas ijaraga bermoqchi. Gul opa qanchaga berasiz? Xohlasa mana shu oylarga 25 nimasida plus kommunal uslubi bilan 30 mingga beraman. Aha, qanaqa sharoitlari bor? Hamma sharoit bor. Hatto tuvaletigacha nima deydi, ubormaysi ham ichidan boshqa joyga chiqib yurmaydi, klientlar bilan ishlaydi. Отлично. Qizlarjonlar, eng удобный точкада salon olib ishlatgan qizlarimiz juda yaxshi biladi. Hozir men ham kursdaman, 45-50 mingdan kam berilmaydi. Unitazlar, tualetlar, vannalari hamma yo'g'i yangi, hamma sharoitlari bor qizlar. Tayyor biznes. Kim salon olib ishlataman desa, murojaat qilinglar. Ссылкani qoldiraman. Sog' bo'linglar.